Kommentariyada har doim qimmat deb yozadigan negativchilar, bu mashinaga ham o'zingizlarning fikringizni bildirib yuboringlar. Biz uchun sizlarning fikringiz muhim. Nexia 3 2018-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi qo'l egalaridan, ikkinchi pozitsiya mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 55 000 km. Mashinamizning kraskasi absolyutno top-toza, texnik holatlari ideal holatda, gazda umuman yurmagan, faqat benzin yurgan. 4-pozitsiyani diskalar taqib qo'yilgan. Saloni shunchaki tomosha. Plastmassalar hammasi matviy holatda turibdi, yaxshi chexol taqilgan, yaxshi chiroyli rul taqib qo'yilgan, realizatsiya Magicar, xullas akkuratniy salon. Mashinani sotib olgan odamga ikkita yangi balon ham qo'shib beriladi. Kuzov tekis holatda turibdi, qirilgan, chizilgan, pachoq bo'lgan joylar umuman yo'q. Mashinani probegi rostakam 55 000 km yurgan. Xohlagan ustalarga olib tekshirtirib olasizlar. Agar probegi aylantirilgan bo'lsa, kraska chiqsa, zaklatinglar 2 barobar qaytaramiz. Narxi $7600. Bu mashinamiz faqat naqd pulga sotiladi, variantga berilmaydi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Manzil Toshkent shahar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar.